Xo'p, asabdan qiynalib turganlar uchun glitsin o'ta kuchli asabni tinchlantiradi, xotirani tikladi, immuniy sistemani tiklab beradi, stressdan olib chiqadi, uyquni mustahkam qilib beradi, xotirani tiklab beradi. Bu pustirni bu glitsindaqa effekt yaxshi, lekin jiddiy ko'pchilik kapsula icha olmaydi. Kapsula icha olmay turganlar uchun mana siropi bor. O'ta zo'r effekt olib beradi. O'ta kuchli asab tinchlantiradi, xotirani tiklaydi, возбуждение asabni yo'qotib beruvchi mahsulotimiz. Xotirani zo'r tiklaydi. Mana sinklarimiz ham keldi, immunitetni zo'r ko'tarib beradi. Sink quvvatda immunitet tiklab beradigan, ferrum qonni ko'paytirib beradigan, magniyimiz asab tinchlantiradigan, selenimiz eng organizm buqoqqa eng kerakli mahsulotimiz keldi. Bu ham epamlarimiz. Sibirskiyda eng mahsulot, eng zo'r mahsulot. Hozir esa uzog'i 10 minutda ta'sir qiladigan mahsulotlarimiz kelgan. Epam 11 oshqozon icha mikroflorani zo'r qilib beradi, o'tni dimlanishni yo'qotadi. Unaki barmoq ichidagi dimlanishni, yog'lanishni, hazm qilish jarayonini zo'r qilib beradigan mahsulotimiz. Epam 4 jigar bilan o'tni dimlanishni yo'qotadi, jigar filtrlash qobiliyatini zo'r qilib, jigarni himoya qilib, o'tni selekziyasi bir xilda tomizib beradi. Epam 96 miz защита мочевой sistemi, CD yo'lda shikoyat bor odamlarga katta effekt beryapti. Bu hozir mahsulotimiz. Agarda iron jeleza bilan qon ko'paytiradigan bu homiladorlar va kattalar uchun, agar iron jeleza bilan mashina qo'shib ichadigan bo'lsa, 6 qonni 8 ga, 8 qonni 10 ga olib chiqyapti. Rezultatlarimiz bor. Assalomu alaykum hurmatli guruh a'zolarimiz, biz ish faoliyatini boshladik. Mana shampun zakasi qilganlardiki keldi mana. Shampun zakasi qilganlardiki keldi mana. Shampunlar. Aytib o'tilganda soch to'kilishiga, qayzg'oqqa qarshi, soch quruq sochga, yog'lama sochga, soch o'stirish uchun, sochni ob'yom qilib berish uchun, sochni mayin qilib beradigan shampunlarimiz keldi. Zakaz qabul qilamiz, dastlabki qilib chiqarib ham beraveramiz.